Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Salom. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Tinchlikmi? Xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanib kelyapsiz. Xo'sh. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Men jarima to'lamayman. Jarimasini siz to'lamasangiz kim to'laydi? Boshlig'ingiz to'laydi. Qaysi boshlig'i? Ochilov. Ochilovga tishingiz o'tarmikan? Открывая двери без ключа. Ochilov ichishini men chiqarganman. Abdurahmonov, nima qolib ketding? Davom etishingni. Ochilov. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? 3 kundan bir uyga bormas ekansan. Endi opa xizmatchiligini tushunasiz, futbol deganday xavfligiga qarab turibmiz-da. To'g'rimi, Abdurahmonov? Sen nima? O'zbekiston terma jamoada futbol o'ynaysanmi? Qarang, qaraganimiz uchun xavfsizlarga bunda jahon chempionatiga tutdi-da futbolchilarimiz mana. Bugun uyga borarsan-a yoki futboling bormi? Yo'q, albatta uyga boraman bugun. Ertaga ertalab ishxonamda kutaman. Xo'p bo'ladi, opa. Ya qoyilli. Bittada duxingizni olib qo'ydi. Bularni kimligini bilganda, sen ham duxing berib qo'yardi. Mayli-ku ya, futbol tugaganiga 3 kun bo'ldi. Siz 3 kundan beri uyga bormay qayerda yuruvdingiz? Bor ishingni qilgin.